Birgina andozadan 3 xil obrazda tayyorlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bu simmetrichniy valan andozasini biz bundan oldingi darsimizda to'liq o'rganganmiz. Mana shu andozamizdan trapetsiyada, bellik ko'ylagimizda va koftichkada ko'rishingiz mumkin. Andozamiz bir xil bo'lsa-da, ko'rinish har xil. Demak, 3 xil obrazda ko'rib turibsiz. Bu andozamizni biz xohlagan fasonni yuqori qismida, ya'ni yelkasida yengiga qo'yib foydalansak bo'ladi. Aynan biz mana shu andozani to'liq bundan oldingi darsligimizda o'rgandik. Endi biz bugun mana shu andozamizni valanini yana ham uzunroq, ko'proq bo'lishini sirlarini to'liq o'rgataman. Oldi va orqa asos andozalarimizni yelkalarini xuddi shunday qo'ygan holatimizda oldi ochilishni ham o'zimizga kerakli darajada ochib olishimiz kerak bo'ladi. Ustidan plyonkani qo'yib, uzunliklarini ham hamma o'z xohishicha belgilashi mumkin valanni. Oldi orqada uzunliklarni belgiladik va yelkamizdan so'ng yeng uzunligini qo'yamiz. Ya'ni yengimiz bizga qancha uzunlikda kerak bo'lsa, xuddi shunchalik valan uzunligini yelkamizdan keyin uzunligini qo'yib, xuddi shunaqa qilib belgilab olishimiz kerak va belgilangan joyga oldi va orqa valan uzunliklarini burchak holatida tutashtirib olamiz. Tutashtirib olganimizdan so'ng aynan mana shu burchak holatda tutashtirilgan joylarini yoylashtirib formaga keltirishimiz mumkin. Biz bu darslikni bundan oldingi darsimizda to'liq o'rgandik. Mana shu holatda ham valanni bemalol foydalansak bo'ladi. Demak, bu holatda foydalanilgan valanlarda aynan valan qismlari yenglarida ozroq ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni valanlarning oraliq masofalari juda ham keng bo'lmaydi. Shu holatida foydalanilgan andozalarda ham ko'rinishlari juda ham chiroyli bo'ladi. Ya'ni biz hozir ko'rsatib o'tgan mana shu andozamizni o'zidan ham xuddi shu razmerda yoki oldi orqasini uzunroq yoki kaltaroq qilib foydalansangiz bo'ladi. Demak, biz asos tayyorlab oldik. Bu bizni birinchi darsligimizdagi oldi orqa valan asosi. Mana shu holatida valanlarni tayyorlaganmiz. Bu darslikni siz bilasiz. Mana shu valan andozamizni o'zidan siz bemalol xohlasangiz uzunroq yoki kaltaroq holatda foydalansangiz bo'ladi. Oldi va orqa andozalarimizni ustidan tayyor valanni tayyorlab qo'yasiz. Yelkasiga mahkamlab qotirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni chokda strochka bilan tikib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki yengni o'rtasida choklik qilib choki bilan qo'shib tiksangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa shu koftada ko'rsatilgandek valanlarni uzunroq olgan holatida hech qayerni mahkamlamasdan ustidan valan tushib turadigan holatda oldi orqada tayyorlasangiz ham bo'ladi. Endi biz mana shu asos andozamizdan ko'rib turibsiz, mana shu ko'ylagimizdagi yengidagi valanlarni yana ham qalinroq, ko'proq holatga keltirishni texnikalarini, ya'ni sirlarini siz bilan o'rganamiz. Valanlarni ko'ryapsiz, yelka ostida chiziqlari bir-biri bilan tutashgan holatida gorizontal holatda bir nechta bo'laklarga bo'lyapman. Oldi va orqani birdan bo'lib chiqyapman. Xuddi shunday bo'laklarga bo'lib olganingizdan so'ng raqamlab olishingiz kerak bo'ladi. Ketma-ketligini yo'qotmaslik uchun. Oldida ham, orqada ham raqamlab oldim. Endi biz o'rtadagi mana shu yelkadagi chizig'imizni ikkiga ajratib olamiz. Oldini alohida, orqani alohida modellashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib oldi andozamizni modellashtirishni o'rganamiz. Oldi andozamizni har bir gorizontal chizilgan bo'laklarning orasini ochib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bular oraliq masofasi har doim har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni matoga qarab, men bu yerda oraliq masofasini 4 sm dan ochdim. Eng kamida 4 sm dan ochishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda bundanda yumshoq mato bo'lsa, siz bemalol 5-6 sm gacha ham oraliq masofasini ochsangiz bo'ladi. Qalin matolarda 4 sm yetarli bo'ladi. Uzunligiga 8-9 sm da oldini uzaytirib oldim. Kerak bo'lsa siz bundan ham uzunroq olishingiz mumkin. Ya'ni bel chizig'igacha yetkazib olsangiz ham bo'ladi. Qolgan hamma modellashtirish turi xuddi qanday ko'rsatsam hozir, xuddi shu texnikada bajarsangiz bo'ladi. Yangi valan andozasini biz plyonkaga ko'chirib oldik va birinchi tayyorlagan asos valan andozamiz bilan solishtirib ko'rganda farqni siz ko'rib turibsiz. Demak, ikkinchi valan andozamiz uzunroq va kengroq holatda tayyorlab olganmiz. Birinchi valan andozamizni o'zidan ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Unda valanlarimiz sal kamroq holatda ko'rinishda bo'ladi, lekin u valan ham juda ham chiroyli chiqadi. Endi biz orqa valan andozasini ham xuddi oldi kabi bir xilda qilib modellashtiramiz. Demak, orqada ham oraliq masofalarini, gorizontal chiziqlarni 4 sm dan ochdim. Bu yerda men bir sirni sizga ochaman. Demak, oraliq masofasi oldida necha santimetr ochgan bo'lsak, orqada ham xuddi shunday ochishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni oldida men 4 sm ochib modellashtirdim, shuning uchun orqa tarafda ham 4 sm dan ochdim. Orqani ham o'rtasidan uzunroq qilib olyapman. Ya'ni birinchi asos valan andozamizga qaraganda 10-11 sm ga orqani o'rtasidan uzun holatda uzaytirib, mana shu formasini oxirigacha davom ettirdim. Yangi plyonkani qo'ydim va yangi valan shaklini ko'chirib oldim. Bu orqa valan andozamiz uzunroq va yangi kengroq formada tayyor bo'ldi. Oldingi valan andozamiz bilan solishtirib ko'rganimizda ko'rib turibsiz,
ikkalasi ikki xil ko'rinishda. Demak, birinchi valan andozamizdan ham bemalol foydalansak bo'ladi. Agar sizga valanlari ozroq ko'rinishda kerak bo'lsa, agar siz valanlarini yana ham yengida shunaqa ko'proq holatda bo'lishini xohlasangiz, demak, valan oralig'ini siz bemalol 4 sm yoki undan ham kattaroq ochishingiz mumkin. Ya'ni matoga qaraladi. Matoni yumshoqligiga qarab, agar mato yumshoq bo'lsa, yubka matolarda bemalol undan ham kattaroq ochsangiz bo'ladi. Unda valanlari yana ham ko'p bo'ladi. Mana bugun biz yana bitta darslikni to'liq o'rgandik. Ya'ni valanni uzunroq, yana ham kengroq modellashtirish turini o'rgandik. Maryamsdan yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib, like bosib, izohlarda fikringizni yozishni unutmang. Tikuvchi tanishlaringizga ham albatta bu videoni yuborib qo'ying. Maryams metodi bilan asos andozalarni o'rganishni xohlasangiz, profil shapkasida Telegram kanalimizga o'tib, albatta to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Biz sizlarni Maryams akademiyasida kutib qolamiz. Maryams metodi eng unikal, oson, tez daromadga chiqadigan metod. Shuning uchun sizga ham tavsiya qilib qolaman, Maryams metodi bilan hamma modellirованиялар juda ham oson.